Chuqur nafas oling va yana bir marta nafas chiqarganingizda qanday qilib hamma negativ fikrlar xayolingizdan va ruhingizdan chiqib ketayotganini tasavvur qiling va nafas olar ekansiz qanday qilib iliqlik va quyosh nuri o'ziga bo'lgan ishonch tanangizning har bir hujayrasiga singib ketayotganini tasavvur qiling. Mening ortimdan qaytaring. Men ayollik energiyasiga to'laman. Men hissiyotliman. Men jozibaliman. Men ehtirosliman. Men nima xohlashimni aniq bilaman. Va shunchaki ayol bo'lib tug'ilganimning o'zida bu narsalarning barchasiga haqliman. Mening energiyam yumshoq va o'ziga tortuvchi magnitdek ohanraboga ega. Men ichki kuchimga egaman. Men o'ziga bo'lgan ishonchni tarataman. Men hissiyotliman. Men xotirjamman. Men sokinman. Men dunyodagi, koinotdagi, galaktikadagi eng katta pullarni hayotimga jalb qila olaman. Qanchalik ko'p hayotdan zavqlanar, rohatlanar ekanman, shunchalik ko'p pullarni hayotimga jalb qilaman. Men pullarga magnitman. Men pullarga hayotimga oson va tabiiy kirib kelishiga ruxsat beraman. Insonlar doim meni o'zi topadi va mening mashhur bo'lishimga yordam beradi. Insonlar har doim mening hayotimga kerakli vaqtda kirib keladi va meni rivojlangan, muvaffaqiyatli, mashhur bo'lishimga yordam beradi. Mening ijodkorlik potensialim har kuni oshib boradi. Mening ijodkorlik potensialim har kuni oshib boradi. Men yaxshi ko'rgan ishimdan cheksiz pullar topaman. Men hozir qilayotgan ishimdan katta lazzat olaman. Auditoriyamning sevgisini olaman. Qadr va hurmat olaman. Men o'z orzularimga ishonaman va o'z maqsadlarim meni yo'naltirishiga ruxsat beraman. Mening ehtirosim meni jasur, yoqimli, porlab turadigan va betakror qiladi. Men judayam ko'p energiya tarataman. Men hamma kuchli insonlarni o'zimga ohanrabodek tortaman. Men hamma qimmat sovg'alarni o'zimga ohanrabodek tortaman. Men hamma muvaffaqiyatli va boy erkaklarni o'zimga ohanrabodek tortaman. Men o'zimni ayol sifatida qabul qilaman. Katta kuchga ega, kuchli ayol sifatida qabul qilaman. Men o'z hayotimni o'z sharoitlarimda yarataman va bu atrofdagilarni qoyil qoldiradi. Mening ishim menga cheksiz quvonch va cheksiz daromad olib keladi. Men bir nechta daromad turlarini osonlikcha topaman. Men barcha g'oyalarimni osonlik bilan amalga oshiraman. Boshqalarni o'z muvaffaqiyatim bilan ruhlantiraman. Men o'zimdan ayollik kuchini, ishonchini, jozibasi va jodugarligini taratib turaman. Men doimo diqqat markazidaman. Men eng samimiyligim va haqiqiyligim bilan insonlarning diqqat markazidaman, ularning qalbidaman. Men o'zim bilan, o'z istaklarim, orzularim bilan, o'z tanam va o'z intuitsiyam bilan chuqur bog'langanman. Men muhim ayolman. Men sevgiga, qadrga, e'tiborga, hurmatga hozir va shu yerda loyiqman. Shunchaki borligim uchun, shunchaki ayol bo'lib tug'ilganim uchun. Mening energiyam ohanrabodek sevgi va ehtirosni, pul va boylikni, imkoniyatlar va muvaffaqiyatni o'ziga tortadi. Men ayolman. Va mening energiyam go'yoki oltin rang manba sifatida mendan taralib butun kosmosga taralib ketishini va
kosmosdan qaytib kelib, yana meni ruhimga, ongimga, tafakkurimga va fitratimga singib ketganini tasavvur qilaman. Men butun galaktikaning energiyasi bilan ulanganman. Mening energiyam cheksiz, juda ko'p, judayam ko'p. Menda butun galaktika energiyasi bor. Mening energiyam judayam farovon, judayam beruvchi, judayam ko'p. Va oxirida ichingizdagi kichkina qizalog'ingizni his qiling. Sevgiga va mehrga tashna ichki qizalog'ingizni his qiling. Va unga u istagan barcha narsalarni sovg'a qiling. Bu dunyoni eng yorqin ranglarda ko'ring. Bu praktika uchun sizga minnatdorlik bildiraman. Va butun dunyoni energiyasini his qilib bo'lar ekansiz, yerga qayting. Sizlar bilan bu praktikani Gavhar Sagdullayeva bajardi. Keyingi praktikalarda ko'rishguncha azizim.